هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهور. Sure El-Haqqa tefsiri 19. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Haqqa suresi 19. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Namı amali 10 koluğu berilgen adam hoşallıqtın, bu mening namı amalimni elip okup beqinglar, men hisobatimga muloqot bo'ladiganligimga muqarrar ishongan edim deydi. U ko'ngillik turmushda bo'ladi, esil jannatda bo'ladi. Uning mevelari o'ri tug'andimi, o'ltirgandimi, yotgandimi, qo'lini so'zibla alolaydigan darajada yaqin bo'ladi. Ularga o'tganki kunlarda, ya'ni dunyodagi chaqlarda yaxshi amallarni qilganliginglar uchun xo'shal-xo'ram yanglar, ishinglar deyiladi. Nami amali 10 qo'liga berildiganlarning xo'shalligi va ularning yaxshi oqibati to'g'risida. Allah Teala bu ayette kıyamet günü nami amallari 10 tarafidan berildigan saadetmen kişilerinin ahvalini ve ularning xo'shalligini xabar qiladi. Ular qat xo'shal bo'lib ketganlikdan o'zlariga uchragan har bir odamga bu mening nami amalimni elib o'qib beqinglar deydi. Chunki u nami amalining cho'qim yaxshi ekanligini biladi. Aniqki ular yomonliklarini Allah'ın yaxshilikqa aylantirib berganligini bilgan kishilardir. Subhanalloh. İbn Abu Hatem şehit bo'lganda farishtalar yuygan kishi Abdullah ibn Abdullah'ning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shak shubhisizki Allah qiyomat kuni bandisini to'xtatib, uning yomonliklarini uning nomi amali defterining ustida qiladi. Ondan uningga sen bu gunohlarni qilding deydi. Banda Rabbim shunda men u gunohlarni qildim deydi. Allah uningga men seni rasvo qilmayman. Men sening gunohlaringni mag'firat qildim deydi. Banda qiyomat kuni rasvo bo'lishdan qutulgan chaqda bu mening nomi amalimni elib o'qib beqinglar. Men hisobatimga muloqot bo'ladiganligimga muqarrar ishongan edim deydi. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. İmam Buxoriy, Muslim ve Ahmad rivoyat qiladi-ki, Ibn Umar pishirilish haqida so'ralgan chaqda men Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini angladim deydi. Allah qiyomat kuni bandaga yaqinlashidir. Ondan uning gunohlarining hammasini iqror qildirdi. Hatta u banda endi halok bo'lib ketdim deb o'ylagan chaqda Allah Taala men sening gunohlaringni dunyoda yo'shirgan edim. Bugun uni mag'firat qilaman deydi. Ondan uning nomi amali 10 qo'liga berildi. Ammo kofirlar bilan munofiq guvohchilar bular Rabbi haqida yolg'on so'zlaganlardir deydi. Rastla Allohning la'nati zolimlarga bo'ladi. Ya'ni Allah zolimlarni rahmatidan yiroq qiladi. Men hisobatimga muloqot bo'ladiganligimga muqarrar ishongan edim. Ya'ni dunyodagi chig'imda bu kunning cho'qim yuz beradiganligiga ishongan edim. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Allah'tan qorquchilar
Rabbiga cho'qim muloqot bo'ladiganligiga va Allohning dargohiga cho'qim qaytib boradiganligiga jazman ishonadi. U ko'ngillik turmushda bo'ladi. Esil jannatda bo'ladi. Ya'ni u memnuniyetlik turmuşda cennetinin oliy qasrlarida chiroyli shahlo ko'zlik o'rla tugab qolmaydigan har xil nozik ne'matlardan bahramand bo'ladi. İmam Buxoriy payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Shek shubhisizki cennetde 100 daraja bor. Her iki darajaning orasining oraliqi osmon bilan zaminning oralig'idek keladi. La ilahe illallah Muhammed Resul. Onun meyveleri öğrü turgandımı, olturgandımı, yatkandımı kolunu sozupla alalaydıgan derecede yıkım buludu. Bara İbni Azib bu ayet hakkında mındaq deydi. Onun meyveleri karavat üstüde yatkan adamı üzüp alalaydıgan derecede yıkındır. Bir qancha kişilerimi muşununğa oxşaş degen. Ulağa ötkenki günlerde yani dünyadaki çağlarda yaxşı əməllərini qıyğanlıqınla üçün xoşal xuram yanla, işçinla deyildi. Yani bu söz ulağa ziyadi yaxşılıq ve inam qılğanlıqını bildiriş üçün deyildi. Çünkü undaq bulmağanda ula əməlləri bilənla bu nimetke erişəlməydi. Bu haqda İmam Buxoriy Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi. To'g'ri ve dürüst əməllərini qılınlar. Bilinglar ki, sizlərning biringlar hergizmi öz əmili bilan cennetə kirəlməydi. Bunu anlayan sahabeler, ey Allah'ın peygamberi, sen mi kirəlməmsən deydi. Peygamber aleyhisselam, mən mi kirəlməyəm? Faqat mən Allah'ın rəhməti ve fəzli bilanla kirələyəm deydi. Nami əmali sol qoluğu berilgen adam aytdı ki, "Mana nami amalim berilmegen bolsuçu, hesabımның nimi bolğanlığını bilmisem idim. Dünyada ölümüm hayatımni ahirette qayt terilmez qılıp ahirlaştırsuçu. Mening mal mülkim mana hech narsaga asqatmadi. Mening huquqim qo'limdan ketdi." Allah devzaqqa muakkal farishtalarga aytdi. Uni tutinglar, uningga taqoq selinglar. Ondan uni devzaqqa tashlanglar. Ondan uni uzunluğu 70 gaz keladigan zanjir bilan bog'langlar. Uning bundaq azoblanishi shuning uchundirki, u haqiqatan ulug' Allohga iymon etmagan edi. Miskinga tamoq berishni targ'ib qilmaydi. Bugun onunğa bu yerde onundan azabını kötürüp etadigan dost yoktur. Onunğa yerinden başka tamak yoktur. Onu fakat azgan adamlarla yani kafirlarla yeydi. Nami amelleri sol koluğu verildiğanlarının ahvalının yaman buluşu doğrusida. Allah Teala bu ayette baxtsiz kişilerinin ahvalidan xabar berdi. Eğer ularning biriga qiyomat meydanida nomi amali sol qo'liga berilsa, shu chaqda u qattiq pushaymon qiladi. Nomi amali sol qo'liga berilgan odam aytadi-ki, "Menga nomi amalim berilmagan bo'lsa-chu, hisobimning nima bo'lganligini bilmasam edim. Dunyoda o'limim hayotimni oxiratda qayta terilmas qilib oxirlashtirsa-chu." Zahak bu ayet hakkında mındaq deydi. O pushaymon qilib, dünyadaki ölümden keyin hech bir hayotlik bo'lmaschu deydi. Muhammed ibn Ka'b, Rabi ve Suddi qatorliqlarmi mushuning o'xshash deydi. Qatada mındaq deydi. O oxiratda ölümni arzu qiladi. Dunyodagi chig'ida bo'lsa, uningga ölümdinmi yomon ko'riladigan narsa yo'q edi. Mening mal mülküm bana hiç narsaga asqatmadi. Mening huquqim qo'limdan ketdi.
ya'ni mening mol mulkim va yuz obro'yim Allohning azobidan hech narsani to'sib qola olmadi. Aksicha azobdan qutulish yolg'iz o'zimgina qoldi. Menga hech yordam qilg'ichi va azobdan qutuldirg'ichi bo'lmadi. Shu chaqda Alloh taolo mundaq deydi. Allah dövzaqqa muakkil farishtalarga aytadi. Uni tutinglar, uningga taqoq selinglar. Ondan uni dövzaqqa tashlanglar. Ya'ni Alloh taolo zaboniylarni mahshargoh maydonidan bu gunohkorlarni qattiq qo'lliq bilan tutib, ularning bo'yniga taqoq silib, ondan jahannamga tashlashga buyurdi. Ondan uni uzunluğu 70 gaz keladigan zanjir bilan bog'langlar. Ka'b ibn Ahbar bu oyat haqida mundaq deydi. U zanjirning har bir halqasi dunyodagi to'mirning o'lchimida bo'ladi. Avfi ibn Abbas va ibn Jurayjning mundaq deganligini rivoyat qildi. U zanjir o'lchinadigan gaz farishtaning gaz o'lchimida bo'ladi. İbn Jurayj ibn Abbasning mundaq deganligini rivoyat qildi. U zanjir uning osti tarafidan kirib og'zidan chiqdi. Ondan farishtalar ularni u zanjirga xuddi cheketkilar kavub qilingan chaqda ziqqa o'tkazilganiga o'xshash o'tkazdi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Avfi ibn Abbasning mundaq deganligini rivoyat qildi. Zanjir u gunohkorlarning ostidan kirgizilib, burnining ikki to'shigidan chiqarildi. Hatto uning putlari bilan dassab o'ri turish imkoniyati bo'lmaydi. İmam Ahmed Abdullah ibn Amrdan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Agar osmondan bosh so'nkiga o'xshash o'q zaminga etilsa, gerçi osmon bilan zaminning oraliqi 500 yillik musofa bo'lgan bo'lsa-mu, u o'q zaminga shu kuni qorong'u tushishdan ilgari yetib tushdi. Agar u o'q gunohkorlarning bog'lanadigan zanjirining bosh tarafidan etilsa, u dovzaxning eng tagiga yetib tushishi uchun 40 yil ketgan bo'ladi. La ilaha illalloh. Bu hadisni İmam Tirmizi rivoyat qilgan. Uning bundaq azoblanishi shuning uchundirki, u haqiqatan ulug' Allohga iymon etmagan edi. Miskinga tamoq berishni targ'ib qilmaydi. Ya'ni u o'z ustidagi Alloh taologa ibodat qilishdan iborat Alloh taoloning haqqini ado qilmaydi. Alloh taoloning bandalariga manfaat yetkazmaydi ve ularning haqqini ado qilmaydi. Shak shubhisizki Allah Taala'nın bandalar ustidagi haqqi ularning Allohni bor ve bir deb bilishi, Allohga hech narsani shirk keltirmaslikdan iboratdir. Bandalar ustidagi haqqi ularga yaxshilik qilish, o'zaro bir-biriga xayr ihson qilish, taqvodor bo'lishga tavsiya qilish qatorliqlardan iboratdir. Şuna Allah Taala mu'minlarni namozni ado qilishga, zakat berishga buyurdi. Payg'ambar alayhisalom bo'lsa, namozni ado qilinglar, mol mulkinglarni zakatini beringlar degan holatda qabzruh qilingan edi. Bugun uningga bu yerda uningdan azobni ko'tarib o'tadigan do'st yo'qdir. Uningga yeringdan boshqa tamoq yo'qdir. Uni faqat ozg'an odamlarla, ya'ni kofirlarla yeydi. Ya'ni bugun uni Alloh taolaning azobidan qutqizadigan ne do'sti, ne shafaatchisi bo'lmaydi. Bu o'rinda uningga beriladigan tamoq faqat yeringdan iboratdir. Qatada mundaq deydi. Bu tamoq devzax ahlining eng nochar tamoqidir. Rabi ve Zahhak mundaq deydi. Bu tamoq cehennemde bo'ladigan bir daraxtdan chiqadi. Shabib ibn Bashir Ikrimadan ibn Abbasning mundaq deganligini rivoyat qiladi.
U tamoq davzax ahlining go'shtlaridan eqib chiqqan qon yiringdan iboratdir. Ali ibn Talha ibn Abbosning mundaq deganligini rivoyat qildi. U tamoq davzax ahlidan chiqqan yiringdir. Men sizlar ko'rib turadigan narsalar bilan qasam qilaman. Sizlar ko'rmaydigan narsalar bilanmi qasam qilaman. Ya'ni barliq maxluqot bilan qasam qilaman. Bu Qur'on albatta hurmatlik payg'ambarning Alloh tarafidan yetkazgan so'zidir. U shoirning so'zi emasdir. Sizlar nihoyatda oz ishini sizlar. U kahinning so'zi emas. Sizlar oz vazn nasihat olsizlar. U olamlarning Rabbi tarafidan nozil qilingandir. Qur'onning Allohning so'zi ekanligi to'g'risida Alloh taolo maxluqotlari ichida o'zining go'zal ismlari va sifatlarining mukammal ekanligini ko'rsatadigan, insonlar ko'rib turgan alomatlar bilan va insonlar ko'ra olmaydigan yo'shurun alomatlar bilan qasam qilib turib, Qur'onning haqiqatan o'zining so'zi va vahiy ekanligini, uni insonlar ichidan tanlagan bandisi va payg'ambari Muhammad alayhissalomga onun payg'ambarligini insonlarga yetkazishi va ustiga yuklangan bu omonatni ado qilishi uchun nozil qilganligini bayon qilib mundaq deydi. Men sizlar ko'rib turadigan narsalar bilan qasam qilaman. Sizlar ko'rmaydigan narsalar bilanmi qasam qilaman. Ya'ni barliq maxluqot bilan qasam qilaman. Bu Qur'on albatta hurmatlik payg'ambarning Allah tarafidan yetkazgan so'zidir. Ya'ni bu Qur'on Muhammad alayhissalomning Alloh tarafidan yetkazgan so'zidir. Chunki u Allohning elchisidir. Elchining vazifasi o'zi avatilgan vazifani yetkazishdir. Alloh taolo farishtalardan bo'lgan elchi Jibril alayhissalom haqida mundaq deydi. Qur'on haqiqatan Allohning izzatlik bir elchi arqalıq nazil qilingan so'zdir. U elchi kuchlikdir. Allohning dargohida martabalikdir. Farishtalar uningga itoat qilguchidir. Bu yerda, ya'ni osmonda u ishonchlikdir. Ya'ni bu Jibril alayhissalomdir. Alloh taolo Muhammad alayhissalom haqida mundaq deydi. Sizlarning hamrohinglar, ya'ni Muhammad alayhissalom majnun emasdir. U, ya'ni Muhammad alayhissalom Jibrilni haqiqatan ro'shan ufqning sharqida ko'rdi. Ya'ni Muhammad alayhissalom Jibril alayhissalomni Alloh yaratgan shaklda ko'rdi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. U, ya'ni Muhammad alayhissalom g'aybni tabliq qilishda bexil emasdir. Ya'ni tuhmatga qolg'uchi emasdir. U, ya'ni Qur'on qo'g'landi shaytonning so'zi emasdir. Alloh taolo bu yerdami mundaq deydi. U shoirning so'zi emasdir. Sizlar nihoyatda oz ishini sizlar. U kahinning so'zimi emas. Sizlar oz vazn nasihat olasizlar. Alloh taolo yuqoridagi oyatlarda Qur'onni birda farishtadan bo'lgan elchining so'zi desa, yana birda insondan bo'lgan elchining so'zi deb ko'rsatdi. Chunki u ikki elchining har biri o'ziga omonat qilib topshirilgan Allohning vahiysini va Allohning so'zini Allohning nomidan yetkazguchidir. Shunga Alloh taolo mundaq deydi. U olamlarning Robbi tarafidan nozil qilingandir. Agar u bizning nomimizdan yolg'onni to'qiydigan bo'lsa, albatta uni qudratimiz bilan jazolaydik. Ondan uning asosi qizil tomirini kesib tashlaydik. Sizlardan hech bir odam uni qo'g'dab qola olmaydi. Shak shubhisizki, bu Qur'on taqvodorlar uchun va'zi nasihatdir. Biz shak shubhisiz bilimizki, sizlarning oranglarda Qur'on oyatlari shuncha ro'shan turuqliq, uni inkor qiluvchilar bor. Qur'on kofirlarga, ular Qur'onni tasdiq qiluvchilarning savobini va inkor qiluvchilarning azobini ko'rgan chaqda
albatta hasrat bo'ladi. Qur'on muqarrarki shaksiz haqiqatdir. Ulug' Rabbingni mushriklarning iftirolaridan pok e'tiqod qilgin. Agar payg'ambar Allohning nomidan yolg'onni to'qiydigan bo'lsa, Allohning uni albatta azob bilan jazolaydiganligi to'g'risida. Agar u, ya'ni Muhammad alayhisalom mushriklar gumon qilgandek bizning nomimizdan yolg'onni o'ydirib chiqarsa, elchiligiga ortiq narsa qetib qo'ysa yoki biror narsani kemaytib qo'ysa va yoki o'z ichidan biror narsani chiqarib, ondan uni bizga nisbat bersa, u degan narsa amaliyotda biz tarafdan bo'lmasa, buning uchun biz albatta uni azoblaydik. Albatta uni qudratimiz bilan jazolaydik. Ya'ni uningdan cho'qim qattiq intiqom olaydik. Ondan uning asosi qizil tomirini kesib tashlaydik. Bu oyat haqida Ibn Abbas mundaq deydi. Ya'ni yurakka tutishadigan asosi qizil qon tomiridir. Ekrema, Said ibn Jubayr, Hakam, Qatada, Zahhak, Muslim, Batin va Abu Sahir, Humayd ibn Zayyad qatorliqlarmu mushuningga o'xshash degan. Muhammad ibn Ka'b mundaq deydi. Oyatdagi asosi qizil tomir degan so'zdan yurak, uning tomirlari va uning atrofidagi tomirlar ko'z tutildi. Sizlardan hech bir odam uni qo'g'dab qola olmaydi. Ya'ni agar biz uni jazolashga mazkur jazolarni qo'llanmoqchi bo'lsak, sizlardan hech kim bizni undaq qilishdan to'sib qola olmaydi. Bu oyatning ma'nosi Muhammad alayhissalom rostchil, yaxshi ish qilguvchi va to'g'ri yo'lda mang'uchidir deganlikdan iboratdir. Chunki g'olib va buyuk Alloh uning o'zining nomida avatilishini belgilagandir va uni ro'shan mo'jizalar va keskin dalil paketlar bilan kuchlantirgandir. Shak shubhisizki bu Qur'on taqvodorlar uchun va'z nasihatdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. U iymon keltirganlarga hidoyatdir va dillardagi shak shubhiga shifodir. Iymon etmaydiganlarning quloqlari Qur'onni anglashdan eg'irdir. Ya'ni Qur'onning da'vatiga quloq solmaganlarning va uningdan yuz o'rganlarning go'yo quloqlari eg'irdir. Qur'on ularning dillariga ko'rliqdir. Ya'ni ular hidoyat nurini ko'rmaydi. Biz shak shubhisiz bilimizki, sizlarning oranglarda Qur'on oyatlari shuncha ro'shan turug'liq, uni inkor qilg'uchilar bor. Qur'on kafirlarga ular Qur'onni tasdiq qilg'uvchilarning savobini va inkor qilg'uvchilarning azobini ko'rgan chaqda albatta hasrat bo'ladi. Bu oyat haqida Ibn Jarir mundaq deydi. Payg'ambarni inkor qilish qiyomat kunida kafirlarga albatta hasrat ilib keladi. Bu oyatning ma'nosi Qur'onni inkor qilish va uningga iymon etmaslik kafirlarga albatta hasrat ilib keladi deganlik bo'lishimi ehtimolga yaqindir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Shuningdek, gunohkorlarning dillariga Qur'onni soldik. Ular Qur'onni tushunib, uning fasohat, balog'atini va mo'jiz ekanligini bilib turib iymon etmadi. Ular Allohning qattiq azobini ko'rmagicha Qur'onga ishonmaydi. Ular bilan ularning orzu qilgan narsalari, ya'ni iymon etish va jannatga kirish orasida to'salg'i paydo qilindi. Qur'on muqarrarki shaksiz haqiqatdir. Ya'ni Qur'on shaksiz rost xabardir. Muqarrar haqiqatdir. Ulug' Rabbingni mushriklarning iftirolaridan pok e'tiqod qilgin. Ya'ni bu ulug' Qur'onni nozil qilgan Allohni mushriklarning bo'htonlaridan pok deb e'tiqod qilgin. Alhamdulillah. Shuning bilan sura Haqqaning tafsiri tugadi. Allohga shukrlar bo'lsin.
kelar qitimda Sura Ma'arij tafsiridan 1-oyatdan boshlab o'qiymiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.